Barcha Urganch shahrida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari diqqatiga. Markaz aloqa markaz. Asosiy e'tibor qo'pol qoida buzarliklarga qaratilsin. Tushunarli markaz. Urganch shahar hududida xavfsizlik ta'minlansin. Tegishli hujjatlaringiz yo'qmi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatmi? Hozir haydovchilik guvohnomasini berib tursiz, boshqa odamni, ya'ni boshqa bir fuqaro tegishli haydovchilik guvohnomasi. Yaningizda tegishli hujjatlar yo'qmi? Haydovchilik guvohnomasini egamisiz? Shaxsingizni tasdiqlovchi biometrik pasportmi yoki ID karta yo'q yaningizda? Tegishli hujjatlarsiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku. Sizni shaxsingizga elektron planshet orqali aniqlik kiritiladi. Belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga ko'tariladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yani siz spirtli ichimlik iste'mol qilganligingiz aniqlanib turibdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emasligini bilasizmi? Bilasiz, to'g'rimi? Bilaman. Hozirgi kunda ko'plab yo'l transport hodisalari sodir bo'lib turibdi. Spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarish natijasida yo'ldan chiqib ketish holatlari, katta tezlikda boshqarib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, o'zi va o'zganing hayotini zamin bo'lib turgan fuqarolarimiz ham bor. Xavfsiz tun profilaktik tadbir o'tkazilib turibdi, tushuntirib turibmiz, ammo axborot vositalari. Siz bemalol spirtli ichimlik iste'mol qilib avtotransport vositasini boshqarib turibsiz. 100 metr haydab qo'ydim. 100 metr haydadingizmi? Ha, uyim şöyle. Dükkanı 100 metre ham chiqmaydi. 50 metr haydab qo'ydim. Biz o'zlarimiz ko'rib turibmiz. Necha metr haydadingiz, necha kilometr haydadingiz, hammasi yo'l patrul xizmati inspektorlarining bodi kamerasidan tasvirga tushib turibdi. O'zlarimiz ham tasvir olib turibmiz. Hurmatli haydovchi. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga ko'taramiz. Urganch shahar hududida maxsus reyd tadbirlari yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan amalga oshirilib turgan bir paytda ushbu Nexia 1 avtotransport vositasi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan hushtak va jezl yordamida qonuniy to'xtash ishorasi berilganda, to'xtash ishorasini bo'ysunmasdan ketib qoldi. Ushbu Nexia 1 avtomashina haydovchisi keyingi postda to'xtatilib tekshirilganda, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan tibbiy ko'rikka taklif qilinganda, haydovchi haqiqatdan ham spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holda transport vositasini boshqarganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga qo'yildi. Transport vositangizni, ya'ni davlat raqam belgisini yashirib harakatlanib turishsiz mumkin emas-ku. Hozir tegishli tartibda, ya'ni hujjatlaringizni so'rab turibmiz, haydovchilik guvohnomasi olmagan ekansiz, to'g'rimi? O'qimansizsan? Yo'q. Haydovchilik guvohnomasi yoshini yetganmisiz? Ha. Avtotransport vositasini boshqarib yuribsiz bemalol. Ha. Shu bilan birgalikda qo'pol qoidabuzarlik sodir qilib turibsiz. Mumkin emas-ku. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositasi vaqtinchalik ushlab turish uchun jarima maydoniga ko'tariladi. Ushbu transport vositasi kimga tegishli? Azizbekka. O'rtangizga tegishli. Berib turdim sizga boshqarish uchun. O'qim keldi-da yana
Gedede yana şu uyarkısını Özü neden getirsiz? Şu Ürgen şəhərinin. Ürgen şəhərinin içinden. Spirtli içimlik istemal kılmalıyız mı? Yox. Daimi rəvişdə devlet rakam belgisini yaşırıp hareketlenirsinizler mi? Yox, şu yana davul sakızlanlarmış. Nətəlikdə. Radara düşmeli demek. Tezlikini aşırıp hareketlendiririz, doğru mu? Bu qaydabızarlıq ekenlikini biləsiniz mi? Hazırki gündə köpləb yol transport hadisələri ayrim fuqaralarımızda tezlikni aşırışı nəticəsində sadır bolubdur. Etibarlı olun bundan ki, haydavçılıq vaxtnamasını öyrənməlisiniz, transport vasitəsini başqarmaq.